Xo'p, qaranglar, biza nov ishlara qoldik. Biz oxirgi marta qaranglar, kategoriyani bossak, na bo'yicha kelib turibdi. Qaranglar yana. Ya'ni kategoriya emas, bir dona postni bossam, ebida ID'sini ko'rsatib turibdi, tushundingmi? Bu yomon narsa bu. ID'ni ko'rsatish mumkin emas. Sabab, masalan, men keyingi 100-chi postdagi vajib bilinman, tushundingmi? Yoki 1000-chi postdagi vajib bilinman. Ishlab turib bosadigan bo'lsa, agar post bo'ladigan bo'lsa, post o'tib ketadi. U degan, u degan yomon narsa, ma'lumotlar chiqib ketishi mumkin agar qaramagan bo'lsangiz xavfsizligini boshqasini. Masalan, 4-yina, 4-ga o'tib ketdi. Men aslida 3 bosib kirdim, tushundingmi? Bu xavfli narsa. Kunuzda nishat qo'yibdilar shu bazada ichidan element borligini yo'qotish uchun nishat qo'yibdilar desangiz-da, qaranglar. O'zbekiston yangiliklarini tanlaymiz. Qarang, O'zbekiston yangiliklarini. Xo'p, ob-havoni tanlaymiz. Qaranglar, od yozilib turibdi. Nodagi odi, titledagi od yozilib turibdi. Ko'rib turibsizlarmi? Titlening o'zi yozilib turibdi. Tushunarlimi? Shuni nishat atamiz degan savol bor. Bize ID kerak-ku girish uchun, shundaymi axir? Birini olish uchun. Buning yechimi sifatida Slack degan vaj bor Pythonda. Bazaga endi o'zgartirish kiritamiz. Necha etib o'zgartirish kiritamiz desangizlar. Xo'p, necha etib kiritamiz desangizlar, qaranglar. Kelaman. Birinchi blok modelimni o'taman. Modelimda ma'lumotlar bazasining strukturasi bor, shundaymi? Men qo'shimchalar qo'yishaman. Bu eng oddiy versiyasida qo'yib turaylik, shundaymi? Endi qo'shimchalar qo'shib ketayim men shu o'rinda mukammalati. Biroz narsa o'rganamiz. Qaranglar. O'rganjak o'ylamiz. Birinchisi Slack degan vaj o'rganamiz. Internetni o'chirib qo'yamiz. Slack teng bo'ladi, teng. Modelsning ichida Slack field degan vaj bor. Slack field max length'ini 150, keyin ne berasizlar? Unique berasizlar. 150 bo'lishi to'g'rimi? To'g'ri emas. Sababi qaranglayna. Bu matnga qaranglayna. O'zi matnni hisoblasangizda palon harf, shundaymi? Oralarni ibida nam qo'yib qo'ydi, chiziqcha. Tushunarlimi? Orasini odatda 5-6 ga ko'paytsangiz yaxshiroq bo'ladi. Lekin bu bo'sh joyi bilan bo'sh joyni o'rnini nam qo'yib qo'ydi, chiziqcha. Deyarli to'g'ri desam bo'ladi, lekin ochiq qo'ysangiz ham keyin yana boshqa harflar yo boshqa vajlar kategoriya nomini ham qo'shib berajak bo'lsangiz kerak bo'ladi. Shuning uchun iloji bo'lsa uni ko'paytib qo'yaringlar. Tushunarlimi? Unique qo'yish kerak. Sabab nima uchun? Aynan shu postning ichida chiqami yana bir yangilik? Ha? Chiqami, chiqmaymi? Chiqishi mumkinmi? Iyun oyida ki o'tgan yilgi havo endi o'tgan yilgi men tekshirmaydi qahvoni, shundaymi? Bu nima bo'yicha tekshiradi? Shunda unique ni etamiz? Olib tashlaymiz buni. Unique deb qo'yamiz buni. Havo chiqishi mumkin-ku, shundaymi axir? Iyun oyida, keyingi yil iyun oyida deb bersalar masalan. Shundaymi? Masalan, bu yil berib qo'ydilar, shu maqolani berib qo'ydilar. Keyin 2027-yil keldi, yana iyun oyida bu havo qanday bo'ladi deb so'roq shaklida qo'ysa, yozishi mumkinmi keyingi odam? Bilmaydi-ku axir nima post yozilgan. O'chirib tashlamaydilar bazadagi vajlari, shundaymi? Kelmadi. Xo'p, nechatamiz? Unique'ni olib tashlaymiz. Endi qaranglar. Ustoz, buni endi odam kiritami degan savol bor. Yo odam kiritishga o'tirishi kerakmi? Masalan, Maybera postum title'ni yozdim. İbida novaydi biz admin paneli o'tirib title yozamiz dedi. Shundaymi axir? Shu vaqtda title'ni yozgandan keyin keyingisidan o'zimiz yozishimiz kerakmi degan savol bor. Sizlarga o'zimiz yozib chiqamizmi chiziqcha qo'yib? Yo'q, avtomatik yozib berishi kerak, shundaymi? Buni necha deb atamiz degan savol bor. Buning uchun bir dona funksiya yozib beramiz. Def demak, save degan metoddan foydalanaman. Internet o'chmayapmi? Def demanda nima ekan? Self degan metoddan foydalanaman. Qaranglar. Nechik bo'ladi? Qaranglar. Selfing o'zi keladi, ya'ni obyektning o'zi va argus va quargus degan qo'shimchalar.
Endi çizikçe bile ajratıp yazıp berişi deseyizler mesela karanglar. Slug. If deme. If. Başta teşkileme. Slug. Üşür. Self. Self. Self nokta. Slug. Slug'ım. Slug'ım bulsa slug yazır mıydı kalk şimdi mi? Yok bulsa avtomatik ibi name'ni yazıp ver deşim gerek. Neşeteme yok degen o not. Yok buladigan bo'lsa, ya'ni slagim yok bomboş buladigan bo'lsa yozib ber deyman. Nechataman endi? Yozaman. Nechatib yozaman? ibida self nokta slug teng deb turib yozishim kerak. Bu name'dan bölüp ol, yoz. Ula gerekmedi. Bizlere tayyor funksiya bor. From the Django'nun içinde node bor. Core kısmı var hadi yadlayızda mı? Core kısmında ne ola bor deseyizler. Core kısmında üçöden çağırıp alamız. Core kısmından çağırıp alamız. Signallar emas, pagination emas, server emas. Yok, core kısmından emas, utilitys'tan çağıramız. B'den onu çağıramız. Text'tan çağıramız, import etamiz. Import onu çağıramız. Slug file degen novadi. Slugify. Shundaymi? Slugify'mi? Xo'p, shu metodi chaqirib olamiz. Endi shuni ishlatamiz. Nechitamiz? Slugify deganga noni olib beramiz. Selfdagi name'ni. Tushunarlimi? Endi nima bo'ldi? Agar bu bazaga saqlaysan, kur name'ni yozgan vaqti slug'ini yozmaysan o'zing. Avtomatik yozib beradi. Agar slug yo'q bo'lsa, slug'ı name orqali yozib ber, orasini chiziq qo'yib. Tushundingizlarmi? Xo'p, endi nechitamiz? Bunda qiymat qaytaramiz. Nechata qaytaramiz? Hammasi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, return bilan ishlab super nechitamiz hadi? Nechata qaytib turadi u? Super qo'yamizdan qovus ochamiz hadi. Keyin nechitamiz hadi? Ha? Xo'p, qaranglayna. Har xil metodlar bor. Save degan metodunda save deymiz. Unaybeda ko'rinib turibdi hammasi. Nechitamiz ekan? Qanadu save noni beramiz. Yani gelgen argыс bilan quargıs'ı beramiz. Argыс bilan noni quargыс degan nalar beramiz. Ana endi uju bazaga o'zgartirish kiritdim. Ebuvaj ishlatdim va noni ishlatdim. Yomon ishlatdim. Shundaymi axir? Keyin bu kategoriyaga nanam qo'shish kerak edi. Vaqtni ham qo'shish kerak. Sabab oxirgi 10 kun, oxirgi 20 kundagi maqolalar chiqarib ber deyishimiz kerak, shundaymi? Ya posta qo'shib ketamizmi uni? Hozircha turib tursin. Qaranglarni postuma nima qo'shaman? Postuma qaranglar. Shu vaj bor, yaxshilab tushunib olinglar. Post jadvalining ichida nima bor? Sizlarga savol. Post jadvalining ichida nima bor? Yana ko'rinib turibdi-ku. Kategoriyasi, qaysi user yozgani, title'i, konteksti, rasmi bor. Shundaymi? Men postum orqali qaysi kategoriya deyishligi ekanligini, kim yozganligini topib bilamanmi? Ha? Bilaman, shundaymi og'a? Ina. At qo'yibmiz-ku ina, masalan, post detailda ina. Noda qo'yibmiz?
Ina yozuvchi deganda postdagi user olib qo'yibmiz, tushundingmi? Masalan, userni no degan ustun